xodimlar, hurmatli hamshiralar, bugun biz oliy toifaning 122-savoli bilan tanishib chiqamiz. Siz tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. 122-savol. Hiqildoqqa, kekirdakka, qizil o'ngachga yot jism tushganda tez tibbiy yordam ko'rsatish. Endi savol bilan tanishib chiqamiz. Bu organlarga yot jism tushganda tez tibbiy yordam ko'rsatish juda muhimdir. Chunki bu hayot uchun juda xavfli hisoblanadi. Chunki bular to'siqlar nafas yo'llarini to'sib qo'yib, nafas olishda qiyinlashishiga, bu esa og'ir holatlarga olib kelishi mumkin. Endi bunday holatda tez tibbiy yordam ko'rib chiqamiz. Tez tibbiy yordamning birinchisi havo yo'lini to'silishini aniqlanishi. Agar odam nafas olmayotgan bo'lsa yoki ovoz chiqarayotgan bo'lsa, xuddi xirillab ovozi eshitilayotgan bo'lsa, bunda yot jism havo yo'llariga tushganligidan darak beradi. Agar odam tiqilib qolganini his qilsa va qizil o'ngach, hiqildoq yoki kekirdakka o'xshash og'riq sezsa, yot jism tushganligini bilish mumkin bo'ladi. Ya'ni xirillab qolishi, tiqilib qolganini his qilsa. Ikkinchi ishimiz o'zingizni va bemorni tinchlantirish bo'ladi. Bunda bemorni tinchlantirish va yordam berishni boshlash kerak. Agar bemorda nafas olish qiyinlashsa yoki bu holat tezkor yordam talab qilsa, bunda bir qancha shifokorga telefon qilishlarini, tez yordam chaqirishlarini iltimos qilinadi. Ya'ni yaqindagi, atrofdagi insonlarga va o'zimiz esa hamshiralar tomonidan esa birinchi yordam boshlanadi. Birinchi yordam yot jismni chiqarish bo'ladi. Buning uchun bir qancha qadamlardan iborat bo'ladi. Birinchisi, kattalar uchun nima qilinadi? Kattalar uchun o'pka zarbasi foydalaniladi. Bunda odamning orqasiga 5 marta zarba uriladi. Ya'ni ikkita kurak orasida va tomoqlar orasida 5 marta zarba uriladi. Bunda boshni pastga egib, yelkalar orasida kuchli zarba berish kerak. Buning natijasida o'sha yuqorida aytgan organlarimizda tiqilib qolgan yot jism chiqib ketishga yordamchi bo'ladi. Keyingi usul esa Hemlich usuli deyiladi. Bunda agar jism o'pka yo'llarini to'sayotgan bo'lsa, ya'ni nafas olish umuman qolib, ko'karib borib, qo'rquv va xirillab qolish sodir bo'layotgan bo'lsa, shu usuldan foydalanamiz. Bunda ikki qo'lingiz bilan odamni beliga, yaqin joyiga tezda bosib, yuqoriga va ichkariga torting. Bu nafas yo'llarini to'silishini oldini oladi. Ya'ni ikkita qo'l orqali bemorni qisib olamiz va o'zimizga qilib yuqoriga qarab ko'taramiz. Bunda hiqildoq tashqariga ko'tarilib ketadi. Hiqildoqqa yoki qizil o'ngachga tushgan yot jism tashqariga chiqiladi. Ey Xudo, yuragi xuruj chiqib qoldi. Bir nima qilinglar. Nima qilay? Tez yordamni chaqir, tezroq chaqir. Tuzumsan? Keyingi safar bifstek yeyishdan oldin o'tkirroq ishlar oling. Rahmat sizga. Bemorni oltchilikka ham ushlasa bo'ladi, orqa tomondan ushlab ham ko'tarib tashlangan paytda og'iz bo'shlig'idagi o'sha yot jism chiqib ketishiga sababchi bo'ladi. Agar bu yot jism bolalarda, ya'ni ovqatlanayotgan payti yoki o'yinchoqlar bilan o'ynagan payti o'yinchoqni tiqilib qolishi sodir bo'lsa, bunda yordam ko'rib chiqamiz. Bunda yosh bolalarda agar bola kichik bo'lsa, uni boshini pastga egib, orqasiga zarba beriladi. Ya'ni boshchasini ekkan holatda orqalariga taq uriladi. Bunda yordam bermasa, yana yuqoridagidek Hemlich usulini bolalarda ham qilinadi, lekin bunda maxsus usullar bilan birga qo'llash kerak bo'ladi. Ya'ni bolalar kichkinaroq bo'lganligi uchun qisib, qovurg'alarni, suyaklariga ziyon yetkazmaslik uchun sekinlik bilan birga nima qilib, tomoqdan o'sha yot jismni chiqarib yuborishga harakat qilish kerak bo'ladi. Agar yangi tug'ilgan chaqaloqlarda bo'lsa agar, bunda qizil o'ngach, kekirdak, hiqildoq yo'llariga tushgan jismlarni boshini pastga qilib, oyoqlarini ba'zan ko'targan holatda orqasiga ham urish yoki ko'kragini ozgina qisib tushirish holatlari ham amalga oshirish mumkin bo'ladi. Tez tibbiy yordam. Tibbiy yordam chaqirish. Bu paytda tez tibbiy yordamni ham to'liq chaqirishni kuzatish kerak bo'ladi. To'siq chiqarishga imkon bo'lmasa, bunda endi tez tibbiy yordam kelib, maxsus traxeostomiya yoki konikotomiya, nafas olish yo'llarini ochish uchun konikotomiya muolajasini qiladi. Endi buni odatda shifokorlar tomonidan amalga oshirish kerak bo'ladi. Bunda shu hiqildoqning tog'aylar orasida maxsus naycha bilan nafas yo'llarini olishga imkon yaratish bo'ladi. Keyingisi reanimatsiya choralari. Agar shu nafas olish yo'lidagi
to'siqda olib tashlansa, bemorimiz hushidan ketgan bo'lsa, unda tezlik bilan reanimatsiya choralarini berish kerak bo'ladi. Bular sun'iy nafas berish va yurak masaji hisoblanadi. Chunki bemorda to'siq olib tashlandi, lekin o'zi nafas ololmay o'tgan bo'lsa, shunga yordam berib, shundan keyin bemorning holatini yaxshilashiga sababchi bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Shu bilan bizni 122-savolimiz tugadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Agar siz oldingi savollar bilan ham tanishib chiqmoqchi bo'lsangiz, buning uchun bizda yopiq gruppamiz bor. Yopiq gruppaga ulanish uchun video ostidagi havolaga o'ting va adminimizga murojaat qiling. Doktor Jahongir kanalidasiz. Yanada ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga obuna bo'ling.